Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 9.3 sonli qonun deb tarqalayotgan xabarlar o'rtada aslida nima turibdi? Kim pensiyasiz qolishi mumkin? Kim xavotir olmasligi kerak va eng muhimi, bugunoq nimalarni tekshirib qo'yish kerak? Bu mavzu faqat pensiya yoshiga yaqinlashganlarga emas, hozir 25-34 yoshda ishlayotgan har bir odamga tegishli. Chunki pensiya masalasi bir kunda hal bo'lmaydi. U yillar davomida yig'iladigan ish staji, rasmiy daromad, soliq va hujjatlar bilan bog'liq. Agar siz yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz rasmiy ishlamagan bo'lsa, ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, dehqonchilik, savdo, qurilish, taksi ustachilik, enagalik, tikuvchilik yoki boshqa xizmatlar bilan shug'ullangan bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing, chunki men hozir oddiy tilda, qo'rqitmasdan, lekin yashirmasdan tushuntiraman. Qaysi holatda odam pensiya olishda muammoga duch keladi? Avval bir narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya degani faqat yoshga to'lgan odamga avtomatik beriladigan pul emas. Ko'pchilik 60 yoshga kirsam bo'ldi, davlat pensiya beradi deb o'ylaydi. Ayollar ham 75 yoshga yetsam pensiya chiqadi deb ishonadi. Lekin amaliyotda eng muhim savol shuki, sizning rasmiy ish stajingiz bormi? Siz uchun ijtimoiy soliq to'langanmi? Sizning mehnat faoliyatingiz davlat tizimlarida ko'rinadimi? Oldingi yillarda ko'p narsa qog'oz mehnat daftarchasi bilan tasdiqlanar edi. Korxonada ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizga ishga kirgan sana, bo'shagan sana lavozim yozilgan bo'lsa, shu asos bo'lib xizmat qilgan. Albatta, arxivdan ma'lumot so'rash, buyruqlarni topish, korxona yopilib ketgan bo'lsa, hujjat izlash kabi muammolar bo'lgan. Lekin ko'plikda hech bo'lmaganda qog'oz iz qolgan. Hozir esa jarayon ko'proq elektron ma'lumotlarga bog'lanib bormoqda. Ya'ni ish beruvchi sizni rasmiy ishga olganmi? Mehnat shartnomasi ro'yxatdan o'tganmi? Oyligingizdan ijtimoiy soliq to'langanmi? Yagona mehnat tizimida yoki soliq bazalarida ma'lumot bormi? Mana shular juda katta ahamiyatga ega bo'lyapti. 9.3 sonli qonun deb tarqalayotgan xabarlarning atrofida ham odamlarni xavotirga solayotgan asosiy nuqta shu. Agar odamning rasmiy staji ko'rinmasa, u pensiya tayinlashda qiyinchilikka uchraydi. Men bu yerda vahima qilish tarafdori emasman, lekin ko'z yumib yurish ham xato. Chunki real hayotda juda ko'p odam 10 yil, 15 yil, hatto 2 yil ishlab oxirida sizning stajingiz tizimda ko'rinmayapti. Siz uchun badal yoki soliq to'lanmagan, hujjat yetarli emas degan javobni eshitadi. Eng og'ir joyi shundaki, odam yoshligida bunga e'tibor bermaydi. Pensiya yoshiga yetganda esa eski rahbarni topa olmaydi. Korxona yopilgan bo'ladi. Arxivda hujjat yo'q bo'ladi. Guvoh topish qiyinlashadi. Birinchi navbatda xavotir olish kerak bo'lgan toifa norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam 15 yil qurilishda usta bo'lib ishlagan. Har oy yaxshi pul topgan, lekin hech qayerda rasmiy ishchi sifatida turmagan. Ish beruvchi unga naqd pul bergan. Mehnat shartnomasi yo'q, oylik vedomosti yo'q, soliq to'lovi yo'q. Bunday odam o'zi men 15 yil ishladim deb aytishi mumkin. Lekin pensiya olgani uchun savol boshqa. Bu 15 yilni hujjat bilan isbotlaysizmi? Agar isbot bo'lmasa, bu davr pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Ikkinchi toifa ish haqi konvertda olganlar. Masalan, aytaylik, Dilshod aka bir firmada 12 yil ishlagan. Rasmiy oyligi hujjatda 1 million so'm ko'rsatilgan, lekin qo'lga 5 million olgan. Bunday holatda uning staji bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisoblashda rasmiy daromad past ko'ringani uchun kelajakdagi pensiya miqdori ham past chiqishi ehtimoli bor. Demak, muammo faqat pensiya chiqmasligida emas, pensiya miqdorida ham. Siz bugun menga baribir qo'lga ko'proq pul olayapman deb o'ylaysiz, lekin 20 yildan keyin rasmiy ma'lumotlar asosida hisob-kitob qilinadi. Uchinchi toifa yakka tartibda ishlab, o'zini rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ayol kishi 20 yil tikuvchilik qilgan, buyurtma olgan. Mahallada hamma uni usta sifatida taniydi. Lekin u o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan. Ijtimoiy soliq to'lamagan, daromadi hech qayerda aks etmagan. Natijada u men 20 yil mehnat qildim desa ham pensiya staji sifatida tan olinadigan rasmiy asos yetishmasligi mumkin. Bu juda achchiq, lekin amaliyotda uchraydigan holat. To'rtinchi toifa chet elda ishlaganlar. Masalan, odam 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda ishlagan. Agar u yerda rasmiy ishlagan, badallar to'langan, ikki davlat o'rtasida tegishli kelishuv bo'lsa,
ayrim davrlarni tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin odam norasmiy ishlagan bo'lsa, hech qanday shartnoma bo'lmasa, faqat men falon shaharda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Chet elda ishlab kelgan ko'p yurtdoshlarimiz aynan shu masalada qiynaladi. Pul topilgan, uy qurilgan, farzand o'qitilgan, lekin pensiya staji yig'ilmagan. 5-toifa. Qishloq joylarda dehqonchilik yoki chorvachilik bilan shug'ullanganlar. Bu yerda hammasi holatga bog'liq. Agar yer rasmiy ajratilgan, dehqon xo'jaligi yoki fermer xo'jaligi sifatida hujjatlar yuritilgan, tegishli to'lovlar bo'lgan bo'lsa, masala boshqacha ko'riladi. Lekin odam shunchaki oilaviy tomorqada ishlagan, bozorda mahsulot sotgan, lekin hech qachon rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, bu mehnat hayotiy jihatdan juda qadrli. Lekin pensiya tizimi uchun avtomatik staj bo'lib yozilib qolmaydi. Endi kim unchalik xavotir olmasligi kerak. Agar siz davlat tashkilotida yoki rasmiy xususiy korxonada mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, oyligingiz rasmiy tushayotgan bo'lsa, siz uchun ijtimoiy soliq to'lanayotgan bo'lsa, elektron tizimda ish joyingiz ko'rinayotgan bo'lsa, sizda asosiy himoya bor. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ba'zida ish beruvchi xodimga rasmiy ishlayapsiz deydi, lekin aslida shartnoma to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. Yoki odam yarim stavkada ko'rsatilgan, aslida to'liq ishlayapti. Yoki ishga kirgan sana kechroq rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Nodira opa 5 yoshga yaqinlashdi. U 8 yil maktabda ishlagan, 5 yil bolalar bog'chasida ishlagan, keyin 15 yil uyda tikuvchilik qilgan. Maktab va bog'chadagi 13 yil hujjatlar bilan tasdiqlansa, bu stajga kiradi. Lekin uyda tikuvchilik qilgan 15 yil agar rasmiylashtirilmagan bo'lsa, stajga kirmasligi mumkin. Nodira opa meni ishlaganman-ku deydi. Bu to'g'ri. Lekin pensiya tizimi qani hujjat deydi. Natijada uning umumiy mehnati 28 yil bo'lsa ham, rasmiy staji 12 yil bo'lib ko'rinishi mumkin. Ikkinchi misol. Bahrom aka 6 yoshga kirdi. U 25 yil haydovchilik qilgan. Lekin shundan 7 yil avtokorxonada rasmiy, qolgan 15 yil shaxsiy mashinasida odam tashigan. Agar u o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan, ijtimoiy soliq to'lamagan bo'lsa, o gün 5 yilni staj sifatida isbotlash qiyin bo'ladi. Natijada u to'liq pensiyaga da'vo qilaman deb o'ylagan bo'lsa ham, hujjatlar bo'yicha kamroq staj chiqishi mumkin. Uchinchi misol. Sarvar 35 yoshda. U IT xizmatlari qiladi. Internet orqali buyurtma oladi. Daromadi yaxshi. Lekin rasmiy ish joyi yo'q, o'zini o'zi band qilmagan, soliq to'lamaydi. U hali yosh, pensiya uzoqdek tuyuladi. Lekin 20 yil shunday o'tib ketsa, 55 yoshga kelganda men katta daromad topganman deyishi mumkin. Ammo pensiya tizimi daromadni ham, stajni ham ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun yoshlar uchun ham bu masala juda muhim. 4-misol. Malika opa 3 yil savdo qilgan. Bozorda rastasi bo'lgan patent yoki boshqa to'lovlarni ayrim yillarda qilgan, ayrim yillarda qilmagan. Bu yerda hamma yillarni alohida tekshirish kerak. Qaysi yillarda rasmiy to'lov bor? Qaysi yillarda hujjat bor? Qaysi davr tasdiqlanadi? Buni oldindan aniqlamasa, pensiya yoshida juda ko'p vaqt yo'qotadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Ish staji va ish tajribasi bir xil narsa emas. Odam hayotda juda ko'p ishlagan bo'lishi mumkin, lekin pensiya uchun staj faqat qonuniy tasdiqlangan davrlar bo'yicha hisoblanadi. Mahalla biladi, qo'shnilar biladi. Hamma meni usta deb taniydi degan gaplar yordam berishi mumkin bo'lgan alohida holatlar bo'lishi ehtimol, lekin asosiy dalil o'rnini bosmaydi. Asosiy dalil hujjat, to'lov, shartnoma, arxiv ma'lumoti, elektron yozuv. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasi borligi ham doim yetarli emas. Agar daftarchaga yozuv tushgan bo'lsa-yu, lekin korxona buyruqlari arxivda topilmasa, yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, sana xato bo'lsa muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa eski yillardagi yozuvlarda tashkilot nomi o'zgargan, muhr eski, arxiv boshqa tumanga topshirilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga 1 oy qolganda emas, kamida bir necha yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Uchinchi nozik jihat, ayollar uchun bola parvarishi davrlari. Ko'pchilik ayollar men bolalarimni katta qilganman, bu stajga kiradimi deb so'raydi. Bu masalada qonunchilikda alohida tartiblar bor, lekin hamma davr avtomatik cheksiz qo'shilaveradi deb o'ylash xato. Nechta bola, qaysi davr, qancha muddat, qanday hujjat, bularning hammasi tekshiriladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, bola parvarishi ta'tili bo'yicha
buyruqlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol rasmiy ish joyidan bola parvarishi ta'tilga chiqqan bo'lsa, hujjatlar ancha aniq bo'ladi. Agar umuman rasmiy ishlamagan bo'lsa, vaziyat boshqacha baholanadi. 4-nozik jihat harbiy xizmat, o'qish, nogironlik, parvarish davrlari. Ayrim davrlar qonunchilikka ko'ra stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun ham tasdiqlovchi hujjat shart. Harbiy bilet, o'quv yurti diplomi va arxiv ma'lumotlari, nogiron shaxsni parvarish qilganlik bo'yicha hujjatlar, tibbiy va ijtimoiy ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Odam men otamga qaraganman deydi. Lekin rasmiy parvarish hujjati bo'lmasa, bu davrni tan oldirish qiyin bo'ladi. 5-nozik jihat minimal staj masalasi. Pensiya tayinlashda faqat yosh emas, belgilangan inkomsdan ham muhim. To'liq pensiya uchun erkaklarda va ayollarda talab qilinadigan umumiy staj miqdori alohida belgilanadi. Agar staj yetarli bo'lmasa, ayrim hollarda to'liq bo'lmagan pensiya yoki boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin baribir bir narsa berishadi deb beparvo bo'lish juda xavfli. Chunki mehnat pensiyasi bilan ijtimoiy nafaqa o'rtasida miqdor, huquq va hisoblash tartibi bo'yicha katta farq bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat ish beruvchining xatosi uchun keyin xodim qiynaladi. Masalan, korxona sizni ishga olgan, lekin vaqtida soliq hisobotini bermagan yoki sizni bir necha oy sinov muddati deb norasmiy ishlatgan. Siz o'sha paytda e'tiroz bildirmagansiz. Oradan 20 yil o'tib, o'sha 6 oy, 1 yil yoki 3 yil kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun men har doim aytaman, ish beruvchi bilan munosabatda keyin to'g'rilab qo'yamiz degan gapga ishonib qolmang. Pensiya tizimi og'zaki-va'da bilan ishlamaydi. 7-nozik jihat familiya, ism, otasining ismi o'zgargan holatlar. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Eski diplom bir familiyada, mehnat daftarchasi boshqa familiyada. Pasport 3-yozuvda bo'lishi mumkin. Bitta harf xato yozilgani ham ba'zan hujjatlarni bog'lashda muammo tug'diradi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjatlar, eski pasport nusxalari bo'lsa, albatta saqlab qo'yish kerak. 8-nozik jihat elektron tizimda ko'rinmayotgan ma'lumotni oldindan tuzatish mumkin. Ko'pchilik faqat pensiya yoshiga yetganda boradi. Men esa bunday qilinmaslikni maslahat beraman. Siz katta yoshda bo'lsangiz ham, ehim yoshda bo'lsangiz ham hozir borib yoki onlayn xizmatlar orqali stajingiz, ish joyingiz, to'lovlaringiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshirishingiz kerak. Agar xato bo'lsa, uni tuzatishga vaqt bo'ladi. Eski korxonadan ma'lumot olasiz, arxivga so'rov berasiz, sud orqali faktni belgilash kerak bo'lsa, oldindan harakat qilasiz. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefoningizga yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Tashkilot nomi nima edi? Lavozimingiz nima edi? Rahbar kim edi? Manzil qayerda edi? Sizda qanday hujjat bor? Hammasini yozing. Masalan, Minduq xalq ta'limi bo'limi maktab o'qituvchi. 2004-2002 yillar xususiy firma hisobchi. 2009-2015 yillar bozor savdosi. 2016 yildan hozirgacha o'zini o'zi band qilgan tikuvchi. Shunday jadval tuzsangiz, qaysi davrda hujjat bor, qaysi davrda yo'q, darrov ko'rinadi. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, mehnat shartnomalari, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari nusxalari, oylik ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan haqidagi hujjat, soliq to'lovlari. O'zini o'zi band qilganlik bo'yicha ro'yxatdan o'tganlik ma'lumotlari, bularni bitta papkaga joylang. Hujjatlarning suratini telefonda saqlang, lekin asl nusxani ham ehtiyot qiling. 3-qadam. Hozirgi ish joyingizni tekshiring. Siz haqiqatan rasmiy ishlayapsizmi? Mehnat shartnomangiz bormi? Elektron mehnat tizimida ko'rinyapsizmi? Oyligingiz bank kartasiga rasmiy tushyaptimi? Siz uchun ijtimoiy soliq to'lanayaptimi? Bu savollarni uyalmay buxgalteriyadan so'rang. Menga pensiya stajim uchun kerak deng. Halol ish beruvchi buni tushunadi. Agar ish beruvchi jahli chiqsa yoki mavzuni aylantirsa, demak ehtiyot bo'lish kerak. 4-qadam. Agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashish yo'lini toping. Agar siz usta taksichi, tikuvchi, sartarosh, enaga, repetitor, dizayner, dasturchi, sotuvchi, dehqon, xizmat ko'rsatuvchi bo'lsangiz, o'zingizga mos huquqiy maqomni tanlang. O'zini o'zi band qilish
yakka tartibdagi tadbirkorlik mehnat shartnomasi bilan ishlash qaysi biri sizga mos bo'lsa, shuni rasmiylashtiring. Bu faqat soliq uchun emas, kelajakdagi pensiya huquqingiz uchun ham kerak. 5-qadam, eski korxonalar bo'yicha arxiv so'rovi bering. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, tegishli tashkilot bo'risiga, hokimlikka yoki pensiya bo'limiga murojaat qilib, qaysi arxivda saqlanishini so'rang. Arizangizda to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, korxona nomini ko'rsating. Menga pensiya tayinlash uchun ish stajimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak deb yozing. 6-qadam, hujjatlarda xato bo'lsa, uni hozirdan tuzating. Masalan, mehnat daftarchangizda ismingiz Muhabbat, pasportda Muhabbat bo'lsa, bu keyin muammo bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir joyda 1939, boshqa joyda 1907 bo'lsa, albatta aniqlik kiritish kerak. Bunday hollarda IXDYO, arxiv, sud yoki tegishli idoralar orqali xatoni tuzatish tartibi bor. Kutib yurmaslik kerak. 7-qadam, pensiya bo'limiga oldindan maslahatga boring. Pensiya yoshiga yetishdan bir necha yil oldin borib, mening stajim bo'yicha oldindan ko'rib bering, qaysi hujjatlar yetishmayapti deb so'rash juda foydali. Ba'zi odamlar hali vaqt bor deb yuradi, keyin pensiya chiqishi 3 oy, 6 oy, hatto undan ham ko'proq cho'ziladi. Sababi bitta, hujjat yetishmaydi. Oldindan borsangiz nimani to'plash kerakligini bilasiz. 8-qadam, og'zaki gapga ishonmang, yozma javob oling. Agar biror idora sizda staj chiqmaydi, bu hujjat o'tmaydi. Arxivda yo'q desa, imkon qadar yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda shikoyat qilish, yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki sudga borish osonroq bo'ladi. Og'zaki gap esa isbot bo'lmaydi. 9-qadam, oilangizda katta yoshdagilar hujjatini tekshiring. Ota-onangiz, qaynota-qaynonangiz, opangiz, akangiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, ularning hujjatini ko'rib chiqing. Ko'p keksalar arxiv, elektron tizim, soliq, ijtimoiy to'lov degan narsalarni yaxshi bilmaydi. Ularga yordam bering. Birga papka qiling. Yo'q hujjatlarni aniqlang. Kerak bo'lsa idoralarga birga boring. Bu katta savob ham, amaliy yordam ham. Har yili o'z stajingizni nazorat qiling. Biz telefon balansini tekshiramiz, bank kartadagi pulni tekshiramiz, internet trafikni tekshiramiz, lekin pensiya stajimizni tekshirmaymiz. Aslida pensiya staji ham moliyaviy kelajagimizning bir qismi. Har yili kamida bir marta men rasmiy ishlayapmanmi, to'lovlar ketyaptimi, elektron ma'lumotlar to'g'rimi deb nazorat qiling. Yana bir muhim maslahat. Agar sizga pensiya baribir chiqmaydi, hujjat yig'ib ovora bo'lmang deyishsa, darrov taslim bo'lmang. Har bir holat alohida o'rganiladi. Ba'zida odamda staj yo'q deb o'ylaydi, lekin harbiy xizmat, eski ish joyi, bola parvarishi, o'qish davri arxiv ma'lumoti qo'shilganda yetarli bo'lib qoladi. Ba'zida esa aksincha, odam 25 yil ishladim deb o'ylaydi, lekin rasmiy tasdiqlangan davr ancha kam chiqadi. Shuning uchun taxmin bilan emas, hujjat bilan ishlash kerak. Demak, bugungi mavzuning eng asosiy ma'nosi shuki, pensiya masalasida eng katta xavf yoshga yetmaslik emas, rasmiy staj va hujjat yetishmasligidir. 901 sonli qonun deb tarqalayotgan xabarlar odamlarni qo'rqitayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz vahima qilmasdan amaliy ish qilishimiz kerak. Kim rasmiy ishlagan, to'lovlari bor, hujjatlari joyida bo'lsa, u o'zini ancha xotirjam his qilishi mumkin. Kim norasmiy ishlagan, konvertda oylik olgan, chet elda hujjatsiz ishlagan, o'zini rasmiylashtirmagan bo'lsa, hozirdan harakat qilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq mehnat daftarchangizni, shartnomalaringizni, soliq va ish staji ma'lumotlaringizni tekshiring. Ota-onangizning hujjatlarini ham ko'rib chiqing. Agar biror davr bo'sh qolgan bo'lsa, qaysi hujjat bilan tasdiqlash mumkinligini aniqlang. Pensiya bo'limi, arxiv ish beruvchi, soliq idorasi yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Necha yil ishlagansiz, qaysi davr stajga kirmayapti? Qaysi hujjat yetishmayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya mavzusida bitta to'g'ri maslahat odamni yillar davomida qiynalishdan saqlab qolishi mumkin.